duramam qara jinim biz tushgan surat nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbat baxtimizda so'zlaydi aman qara jinim biz tushgan surat bu olam chin muhabbat aqidang bilan dilxonamga tashlasang qadam chin muhabbat aqidang bilan dilxonamga tashlasang qadam tushundirma hech kimga jinim mening uchun yongan dilim bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni tushundirma hech kimga gulim mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni Medet bana senin varlığın mikrim bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dilxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dilxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dilxonamga tashlasan qadam Dilxonamga tashlasan qadam Papa mana bolam mana bugungi yig'ilishdan najab xush bo'lib qoldim ko'nglim ko'tarilib qoldi bolam shunchalik ahamiyatli bir faoliyat bo'ldi shuni demamsiz Oy, tinchlikmi dada? Ha, yaxshimi, keldinglarmi? Bugun najab sat bo'ldi, sizni yolg'iz qo'yib qo'yib. Ha, yo'q. Tomoq metib bermay qoldik, ha. Hay, men qo'saq ustamayman bu. Qani, dada, shukuratanglar, appa. Sizmi keling, qizim? Aras. Bugungi faoliyatinglar qanday bo'ldi? Pek yaxshi bo'ldi. Bugun shunda ko'nglimiz ko'tarilib qoldi, qarab. Qani dada, choy. Rahmat. Ha. Axir o'zingni deganini qilibsan-da, aka. Atsa dedimsan? Ma'qul, amsi yo'lini qaraymiz. Ma'qul. Ha. Ma'qul, amsi yo'l diqqat qilinglar. Ma'qul, xo'sh aka, ma'qul. Qandaq bo'pti? Aeroplan bilan kelinglar desam, avtobus bilan keladi ekan. Voy, bo'pti, appa. Tichaman kasl bo'ldi emasmi? Bir kunning qarchaqliq-ku. O'tira mekanlar. Bir kunning qarchaqliq. Tağın yolda kayç qiynalib qolarmikin deyman. Bir balduroq kelgan bo'lsa, balduroq doktorga ko'zdan tuqqan deyman shu. Hadi. Opa, dadam opamla kelibdi. Kiranglar.
Ko'nglingizni yarim qilmang qudam. Kesel degan yoshga boqmaydi ekan. Jiroq yaqinga boqmaydi ekan. Oldi bilan doktorxonaga akirib bir davolatib baqayli, shifolik berib qala. To'la yig'lama. Degingiz kelar. Nadira? Qizim. Ko'nglim aramid bo'lmag'achqa tushdi. Sizlar oldindan tuzukroq bir dasturxonga salamadim qudam. Unda demang. Aman esenchilik olsa, qachon salsaq silib olamiz dasturxon deganmi? Rahmat. Sizning eningiz, bizning enimiz. Oldi bilan kasalni saqaytish bizning burchimiz. Kasal saqaygandan keyin sizga dasturxonni ko'p soldiramiz taqa. Dasturxonni soldirib sizni zeriktirib o'tamiz. Dasturxon aylansin, haqasingdan dasturxon aylansin. Enim saqaydigan ish bo'lsa, kunda 10 vaqt dasturxon salsam men rozi edim. Hozir davolash sharoitlarimiz yaxshi, uskunlarimiz intayin ilg'or bo'lib ketdi. Haras, atdigan karvatqam tizimni tutib qo'ydim. Rahmat. Qudimiz Aysa ko'rinmaydi-ku. Qo'shnimizning dadisi tugab ketibdi ekan. Ildarni elib sheyga ketgan. Hozir kirib qol. Qinin choy ilmi? Bolam, Oytulun uxlab qolgan o'xshamamdi. Ha, opa, uxlab qoldi. Sizlarmi bolalar qarab, nevirlar qarab ko'p charchadinglar. Endi yaxshiroq aramasang bo'ldi qudam. Vallahi kemmisi bizmi zerikib qoldik ekanmiz. Zöra bilan ikkimiz ballar bilan nevirlarning qiyochasiga ko'nib qotdi ekanmiz. Bir kun ko'msak, mijozimiz boshqa o'zgarib qoladi ekan. Atan deganga bolaning, nevrining jafosi faqat jafodek tuyulmaydi ekan. O balla bo'lmasa, bizmi emasli bo'lib qoldik ekanmiz. Şoňa tibbiy sahadagi olimlar nevirlar bilan birga yashagan ota-onalarning umrini uzun bo'ldi deb qaraydi. Voy balam. Xuddi dadingiz ikkimizning kechirmishlarimizni bilgandekli gap qilibdi o olimlar. Men sizlarni xap qildim, opa. Unda demang balam. Savallik kimdan o'tmaydi deysiz? Aytullundek chiroyliq nevirdan birini tug'ib edingiz. Bolani bir qo'lliq beqib, uyni o'zingiz cho'rib tutyapsiz. Nadirani aka o'gitib qo'ygan gunoh o'zimda. Aldingda ben xijilman. Kutgan yeringdan chiqamagan bo'lsam-mu, oldi keynimdan yomon gapimni qilmay kelyapsizlar. Voy jenim qudam, nemishqim sizning oldi aqmasda gap qilamiz. Bizga sizdek qudi nada turibdi deysiz. Nadiradek chiroyli qizni tug'ib, beqib qatag'i qo'shib, bizga ishini qo'limizga topshirib berdingiz. Sizga mijiq rahmat qudam. Men sizlardek isil qudlarni yo'liqtirg'achqa, mana qizimning baxti echilib, bugünkidek beshimga kun tushganda xuddi o'z qerindishimdek oldimga kelib, dardimga darmon bo'lyapsizlar. Kagningni ko'rib, ko'nglim vallada yorib qoldi. Üstümdeki yoğun bir taşını ip tashlagandek yeniklab qoldim. Qudalarning beshiga kun tushganda bizning karimiz bo'lmay, beshimizni ishimizga tiqib yursak, buni qanday quda degili bo'ladi? Quda degan bir-birisiga asqatmasa, atvar bo'lamdi. Xudoysin kam ochiq, omid tatliq degandek ish bo'lmamdi quda. Raspulatga. Yengemning maktubi kutaydib qolganda Az qoldi. Yulduzcha, undan xabar bormi? Yulduzmi? O'sha kuzda qaytib keladi. Ha. Ha, mana. Voy, Samatga kelinglar ha. Qara, yuqori tur. Shoirim bo'lgan bu yerda. Qadira qolgan shu. Xudo aka, yaxshimi salom topdingizmi? Kela o'tir, qadira. Va Samatga, kechikib qoldingizmi? Taksiga tushib kelgansiz, ha?
Qarafkam, bu taksi degan qo'g'o sanga boyvachchilar juda. Samatqan yanalash optuz ushqa bilan. Bir kuni şoför, aka, ma pullarımızı parçalab chiqsangiz bo'lamdi desa, siz uni parçalığı uchun o'zimni bir parçalab bermayman ukam debsiz-ku. Ucho qara, qilib qo'ygan bir chaqchaq. Samatga, eyliqi 100 koy pulunuz, yanchiqingizga to'li kirib, to'li chiqib, kirilish bitdi deydi-ku. Samatga uni bir qancha qilib, yo'q, quritib dazmolsab ishlatibdi deydi. Shoir, yag'an gap ozg'ila. O senin ko'zayniking emas, o sug'sib 100 gapni aytadi. O 100 koy pulungizga dush kelgan bu kulfatni yengimiz anglab qolmaganda, ha? O, yengem bu işlerini anlap qal, Samatgamni allaburun uyda qo'g'lab chiqarmamda. Issiq o'tkazganimni bekor ketibdi deb pushaymon qildigan bo'lib qoldi-da. Bu odamni o'g'li yeni qattiqlikqa yeni vaqti deydi. Yanganglarni ochiq kelganda o'g'o, men yeyib turib yanganglarni yengdim. Ha, Samatga, yengem sizin kulkularingizdan qo'rqaydigan o'xshamamda. Ey, Samatgam yijibli turvasi var o. Mush yengimizning ko'zgi var o. Mush shirdakli ko'rindi ketgan bu Samatgam. Yanganglarni ochiq kelganda yeyib turasam bo'g'o, yanganglarni ochiq o'zligida taqab ketadi. Yengimizni bu shundoq saqt kulkularimiz bilan doktorxonada qiltiqimiz tushagan odam bo'lsiz. Yapka. Şu anda ayacılığını basabay rastında gülüyü tutuyor. Vay tam. Eğer rastıllam külgen bolsanız var mı? Yine 100 koy pulunuz unda kasmak besip ketmek için bana Samatga. Arafka. Bunu var o iqtisatçılık olan iyilik deydi. Ma şair yazgıcının ilk Ayşem'ge köyge vatan yazgan ilk şiirlerin ismi var mı yok? Qaysi şiirindeysiz Samatga? Şiir şu. Putlarımga kirgen tikenni kirpigimde alımen Ayşem. Köygünümge işenmesen ger, yürükümni yarmen Ayşem diye şiir şu. Az tutulish qobiliyatiniz karamatgan jamoa Samatga, ha? Yo'prim. Mush vaqtcha unutmabsanmasin bu she'rni. Haqiqatan oshiqlarning she'ri ekan bu. Qo'yg'in afka. Uning nari aşklarning she'ri olur desa. Ey, bu senin kirpigin ko'zaynikingning ostida tursa, o Ayşemning tapiniga kirib ketgan tikanni qanday qilsa, ha? U deganni ko'zoynak taqmaydigan chaqni yozgan she'r tursa, Eğer Ayşem senin köygünün işenmese, rast yürükünü yerip verelim sebep poğaça. Oy, bu yoq yurigini yerib bersa, Ayşem emas, o'zining jindimi ayrilib qolmamdi, ha? Odam hayajonlangan vaqtda shundoq bir qizning gaplar chiqdi ekan-ku aka. Shunga shoirlarni hissiyoti aqlining oldiga o'tib oldi deydi ekanda boshqalar, ha? Şoňa mening monchuq tushib ketgan 100 koy pulimni to'la masxara qilmay. Ayajiningni basamagan chaqlaringda yozgan she'rlaringni unda o'qidim. Vey. Abdurahmon ustamma? Ha. Biz uyda sizni saqlab o'tirmiz. Ha. Mush uyga kelsingizlar bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul, biz saqlaymiz demsa. Kim o aka o? Ha, halqi dukuni va Abdurahmon degan ustamni toniysizlar-ku? Isli adam jamoa bu. Men taniyman u odamni. Birdan turib, Abdurahmon ustam bu uyga keldi. U kelgandan keyin sizlarni elib, billa berib bir qizning uyidan hol so'rab kelamiz. Qada? Bu Abdurahmon degan odamni ayt qo'li ochiq. Pulni faqat do'st tutmaydigan odam dedingmi, Po'lat boy? Undaqda Po'lat, seni ular bilib dukuni qilsam, men qurumayaqda ma'lum azaraq birini tikib berdigan o'xshaydi-ku. Elim o adamniki nurg'un ballarga haqsiz oyoqlarni iyani qotqini yetib başa. Hem siz bilan bizmi uning eg'irligini silib olsak, set turamiz-ki. Deb qo'ydi. Rasmga taqamman. Abdurahmon ustam, Shavkat akamga siz bola tarbiyalab nurg'un jafolarni tatdingiz. Sizga bir jup qurum oyoq taqdim qilay debdi ekan. Shavkat akam mening oyog'im jiq deb qat'iy olmabdi.
Moşunda ametli kişiler neymiş ki mağuş kılmaydıganda. Eğer mağuşrap kaldıgan bolsa, vay rahmet, kolunu detkämi sonucunu ufkam. Sana köp rahmet hep şakkıda kiyip alıptım degine. İslamet aka, İslamet aka. Sizni o kolumuzdan kelişi bilavatı Islamet aka. Onun üstüge bu yengimizning mo naite kolu uçuq, mert bir ayol ekan. Sizning bu so'dingiz hozir shunda yaxshi bilavatidi. Yanchiqingiz bir xil to'mpuyib qoldi. Hey, mush qattiqligingizni qat'iy o'zgartirmayapsiz Islamet aka. Muş turmuşla elekçilik de var o. Adam ançım da çıkım kaladı kendi gibi. Birini işkini üç kığın kep yuturdu kemer. Onun üstüge muşu kurum ayaklarının gibi anlap kalsam fakat üzerine tutup alamayı rastım diye tutup kaldı kemer. Adam degen ilishni bilib, berishni bilmasa qat'iy bo'lmaydi, Samat aka. Rastlaysa, fikir rastlaysa. Lekin muşu mın pul degen narsa var o. Bir uçu bilikinge, yeni bir uçu yürgün kulağılık emasmi. Mın japadı jığıp tapkan pullarının bir kısmını matınış bir adam gibi bir öteş yaman tezgirdik ya. Hey, şükür odana çık baka ya. Kelan Sametga, elan. Rahmat. O'zimiz yaxshi turasiz aka. Oy, rahmat. Salomat. Kalmas. Taxib qo'ydingmi? Yangi stol kapadı. Qara. Yuqori tur. Ha, qanday oldinglar yaxshimi? Ha, yaxshi turibsizlar. Salomatchilik. Ahvolinglar yaxshi. Qara, o'tiringlar. Ha, Abdurahmon ustam yaxshi turdingizmi? Yaxshi, o'zinglar yaxshimi? Men bu ishkalarni sizga bir tanishtirib deymiz, ha? Yo, bu yigitni taniyman. Bu yigit muxbir yigit bu. Tanishimiz. Rahmat. Unda bu yoqni tanishtirsak. Bu yoq bizning Samat akamiz bo'ladi. Sizga o'xshash tijoratchi. Ha, mundaqdan. Qana yaxshimisiz? Ha, ustam. Xaltadagi oyoqni Samatkamga og'ash kelmagansiz, ha? Bu Yak ustam. Sizden çıkışıvatıdı. Benim ayağım var. Rahmet sizge rahmet. bu Abdurahmon ustam bu oyoqni sizga akeldim demasa, bu siz aldırab bilan rahmat deb ketdingiz-ku. Bu oyoq sizga yarasa, bu oyoq degan sizlardan oylansin. Qo'lim ko'ksimda. Ha, mana. Rahmat deydigan yeringiz endi keldi. Rahmet ustam rahmet. Keygete ko'rdi, keygete ko'rdi. Agar siz yarasangiz, sizga birini tikib beray. Nechinchi razbi kiysiz? Bu Samatkan bağı, razmisim yo'q, bahosim yo'q oyoq kiydi. Bak kızlar yok. Bu işkaylar sizden yetişirken ha. Bularning og'ziga gap sepib bildirib qo'ydi. Og'zini ochib bo'za qildi bu. Abdurahmon usta. Undaqda bu Wang Yanna oilasiga atab tikilgan oyoq o'xshamamdi. Aldaqı yakshanba men ularga borgan. Putlarini o'lchab kelgandim. Shularga ip keldim. Men bu xabarni gazetdan o'qigan. Bu Wang Yanna degan qiz elqi Uyg'ur yigitga haqsiz bir börkini taqdim qilgan qazi qiz shu deyman. To'g'ri. Naqsh shu. Bu bir börkini tanmaydigan birisiga haqsiz taqsim qilyapti odamning ishonchim kamaydi-ku. Qanday deysiz? Endi hozir hamma odam o'zining jon beqishi bilan salomatlik bilan boqib bo'lgan shu vaqtda faqat hech qanday munosabat yo'q, qandash munosabat yo'q birisiga bir tin haqamay turib o'zining bir börkini taqdim qildi desa, rostmidi, yo'qmi deb odam ishonch kamaydi. Bir o'zining jinnini berayotganlar bor bu dunyoda. Bu Wang Yanna'nınki işide mening to'liq xabarim bor. Bu bir fidakor qiz. Men bularning oilasiga davomliq berib, bulardan ahvol so'rab turibman. Birdan turib, sizlarni bu shu qizning uyiga boshlab boramiz Samatga. Ma'qul, bo'ladi cho'qim borman. Men ash o'z börkini o'zining qon qemizda ko'rgan Uyg'ur balig'i aniqlan ash qaziq o'z ko'zim bilan ko'rgan bor. Mana Samatga, siz bor buningdan keyin men Abdurahmon ustamga o'xshash saxovatchilik o'zingizning oyig'ini o'ylamas o'psiz. Men sizga o'z qo'lim bilan yaxshi oyoqdan birini tikib beray qanday? Rahmat ustoz. Yo, Samatga Ahmet yani sizni juma agildirib, yani siz gap qilamiz. Siz bana bir
kelganda sizni ovar qotamda bu yig'longo. Yo'q ata, bu yig'longo emas. Bitta urug'da qolani ko'ngil oyida yo'rtatgan Oydunning bu. Bo'ldi sala. Oydunni yotqizib qo'ying. Men aytganlarga pishib qoldi. O'xshimsin bir taqsiyoq, ha? Sizni tomoqqa ketdi deb yurishdi u hamisi. Sizga shogird bo'lgan yenge. Oy. Aşırvatdın ayaz. Nazır şagirtdi. Amma yer usta çoğ yetişkenlikini botup qama. Silanga laqmanasını bugun sizni bir imtayib baqay. Ve nimla alam qo'rqitisiz deyman. Ana hünün çürüğü Küyüp küyüp tüger pelegi Perzentinin salgan otıdan Kavak bular bari yüreği Perzentinin salgan otıdan Kavak bular bari yüreği Bari yüreği Vişnesidir